Mana i5 35 40L emas, M50si, ya'ni M moshniy motorli, ya'ni ikkita motorli 4 sekunddan 100gacha chiqadi, 4 ta balon tortadi. Oddiy M35L bilan mana shu M50 larni narxdagi oradagi farqi 15-20 ming dollar bo'lar ekan. Ya'ni bu 15-20 ming dollar qimmatroq yurar ekan. Yaxshigina komplektatsiya bor. 4 teleji davutchilarigacha bor. Oldi orqa ham bodi kitlariga ham ahamiyat bering. Atiga 7 ming yurgan 2025-yil yangi mashina. Bauer Wilke akustik sistema, Bardovi salonli. Katalogda Sky Lounge'largacha bor. Mana head-up display, M paket. Mana detallari chaqmoqli. Akustikasi Bauer Wilke. 7000 probeg, 7400 aka. Top toza 2025 yangi mana shu mashinani 68500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. O'rtacha 75 mingga topishingiz mumkin. Aynan shuni yangisi.